Assalomu alaykum Zime tizimining hurmatli foydalanuvchilari. Ushbu video darsda ta'minotchilar va shartnomani qo'shish jarayoni bilan tanishamiz. Ta'minotchilar. Ta'minotchi qo'shish uchun quyidagi amallarni bajaring. Ombor mudiri hisobi orqali tizimga kiring. Ma'lumotnomalar, ta'minotchilar bo'limiga o'ting. Ta'minotchilar sahifasida ta'minotchini qo'shish tugmasini bosing. Quyidagi ma'lumotlarni kiriting. Ta'minotchi, STIR, soliq to'lovchining identifikatsion raqami 9 ta belgidan iborat. Hisob raqami, bog'lanish uchun shaxs, telefon raqami. Saqlash tugmasini bosing. Saqlangandan so'ng ta'minotchi ro'yxatda aks etadi. Uni quyidagi filtrlardan foydalangan holda topishingiz mumkin. Ta'minotchining nomi, STIR, bog'lanish uchun shaxs. Ta'minotchini tahrirlash va o'chirish. Muayyan ta'minotchi ma'lumotlarini tahrirlash uchun uni ro'yxatdan toping, tahrirlash tugmasini bosing. Kerakli o'zgartirishlarni kiriting va saqlash tugmasini bosing. Ta'minotchini o'chirib tashlash uchun ta'minotchini o'chirish tugmasini bosing va amalni tasdiqlang. Shartnomalar. Shartnoma qo'shish uchun ta'minotchilar blokida shartnomalar sahifasiga o'ting. Shartnoma qo'shish tugmasini bosing. Kerakli ma'lumotlarni kiriting. Ta'minotchi. Shartnoma kim bilan tuziladi? Shartnoma raqami harflar va raqamlardan iborat bo'lishi mumkin. Shuningdek, yana qo'shish tugmasini bosish orqali bitta ta'minotchiga bir nechta shartnomani qo'shish va savacha belgisi yordamida ortiqcha shartnomani olib tashlash imkoniyati mavjud. So'ng qo'shish tugmasini bosing. Qo'shilgan shartnoma ro'yxatda aks etadi. Uni quyidagi tugmalar yordamida topish mumkin. Jami shartnomalar, faol, nofaol. Shuningdek, filtrlar yordamida yetkazib beruvchi nomi, shartnoma raqami bo'yicha qidirish, sana bo'yicha, shartnoma muddati. Shartnoma muddati tugagan bo'lsa, uning holati nofaol holatiga o'zgaradi. Shartnomani tahrirlash. Muayyan shartnoma ma'lumotlarini tahrirlash uchun uni ro'yxatdan toping, tahrirlash tugmasini bosing, kerakli o'zgartirishlarni kiriting va saqlash tugmasini bosing.